Danak mevali daraxtlar eng xavfli kasalliklardan biri bu klistosporoz kasalligi hisoblanadi. Ya'ni teshikchali dog'lanish ham deb ataladi. Bu danak mevali daraxtlar, ya'ni o'rik, gilos, olcha, olxo'ri, jamiki danak mevali daraxtlari hammasiga zarar yetkazadi. Bu danak mevali daraxtlar ichida eng ko'p o'rik daraxtiga zarar yetkazadi. Kasallik asosan o'sha mevali daraxtlar gullab, meva tugish paytida vujudga keladi. Ya'ni ayni o'sha mart oyining oxiri, aprel oyini birinchi dekadalarga to'g'ri keladi. Bu paytda asosan o'sha yog'ingarchilik ko'p bo'lishi natijasida o'sha havoni nisbiy namligi 70-80%, havo harorati 20, 22, 25 gradus bo'lgan paytda bu kasallikning rivojlanishi uchun qulay sharoit hisoblanadi. Bu paytda kasallik mevali daraxtlar, ya'ni mana o'rik daraxti misolida oladigan bo'lsak, birinchi o'rinda daraxtlari bargini zararlaydi. Bargini zararlaganda mana ko'rishimiz mumkin, barglarda dastlab qizg'ish dog'lar paydo bo'ladi. Qizg'ish dog'lar paydo bo'lib, bu dog'lar barg plastinkasini egallaydi va bu dog'lar ko'chib tushib, barglar ilmi teshik bo'lib qoladi. Ilmi teshik bo'lib qoladi. Natijada kuchli zararlanish oqibatida bu barglarning to'kilib ketishiga ham sabab bo'ladi. O'sha o'rik mevalarida ham xuddi shunaqa dog'lar paydo bo'lib, bu dog'lar asta-sekinlik bilan vaqt o'tishi bilan yaraga aylanadi. Natijada o'sha yetishtiriladigan danak mevali daraxtlar hosilini keskin darajada sifatiga ta'sir qiladi. Ya'ni ayrim hollarda 70-80% gacha, ayrim chidamsiz navlari 100% gacha zararlashi mumkin. Natijada o'sha yetishtiriladigan hosilning sifati keskin darajada pasayib ketadi. Ayrim hollarda iste'molga yaroqsiz holatgacha kelishi mumkin. Endi bunga qanaqa kurash choralari o'tkazish kerak? Birinchi navbatda yana boya aytib o'tamiz, agrotexnik kurash choralari. Chidamli kasallikka chidamli navlarni ekish. O'sha kech kuzda kasallangan nodilari kesib dala tashqarisiga chiqarib yoqib yuborish. Daraxtlar tinim davrida 3% bordor suyuqligi yoki bo'lmasa 3% mis kuporisi bilan kimyoviy ishlov o'tkazish, gullashidan oldin profilaktika maqsadida o'sha biologik preparatlar, ya'ni biopreparatlardan ta'sir etuvchi moddasi trichoderma yoki bo'lmasa bacillus asosli biopreparatlarni qo'llash yoki bo'lmasa o'sha daraxtlarda bu klistosporoz kasalligining dastlabki belgilari paydo bo'lgan paytda ta'sir etuvchi moddasi difenokonazol asosli preparatlar yoki bo'lmasa difenokonazol, tiametaksam asosli preparatlar, ziram asosli preparatlar, sipradinil asosli preparatlardan birini qo'llash tavsiya etiladi. E'tiboringlar uchun rahmat.